Samarqandda Urgut tumaniga yetib keldik. Eksklyuziv loyihani suratga olamiz va qanday qilib gilam biznesi ishlash haqida bilib olamiz. Asliddin aka YEK kompaniyasining asoschilaridan biri. Qanaqa ob'yomda gilam ishlab chiqariladi? Boshlanishi mana shu oddiy granuldan ip tolasi chiqadi. Qimmat turadimi bu оборудование? 1 milliondan tepaga turadi boshlanishi. Eng noyob mashinamiz mana bu. Eron gilamini ishlab chiqaradigan mashinamiz shu. Bu chiska qiladi oldi, orqasini. Do'stlar, final mana. Granulada mana shunaqa gilam ishlab chiqarildi. Yangi showroomimizga keldik. Tabriklayman. Kecha o'z ochilishi bo'ldi. Asosiysi oldiga yetib keldik. Gilam biznesini eshib olib keladi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Pul News jamoasi bilan Samarqandda Urgut tumaniga yetib keldik. Deyarli yetib keldik. 15 minutlik yo'l qoldi va bekordan bekorga emas. Sababi bugun biz har doimgidek eksklyuziv loyihani suratga olamiz va bugun biz O'zbekistonda qanday qilib gilam biznesi ishlash haqida bilib olamiz. Qanday O'zbekistonda gilamlar ishlab chiqariladi? Bu birinchi bor O'zbek YouTube'da eksklyuziv bo'ladi va gilam biznesida necha pul ishlasa bo'lishini bilib olamiz. Xullas, qaysi kompaniyani oldiga ketganimizni so'rasanglar, YEK gilamlari kompaniyasini oldiga mehmon ketganmiz. Zavodiga bu kompaniyaga 20 yil mana yaqinda 20 yilligini nishonladi, lekin tarixini o'rganib chiqsa 30 yillik kompaniya. Sababi shu kompaniya asoschilari ishlab chiqarish ochishdan oldin 10 yil import qilib, gilamlarni shu olib kirib, oxirgi mana 20 yil O'zbekistonda gilamlarni ishlab chiqarishyapti va 20 yil ichida top 3 ta eng katta gilam ishlab chiqaruvchi zavodlar qatoriga kirishadi va oborotlari 50 million dollardan ortiq, zavodlarda 1000 tadan ortiq odamlar ishlaydi. Xullas, haqiqiy eksklyuziv loyiha Urgutda birinchi marta gilam biznesi, birinchi marta Urgutda biznesmen Pul News YouTube kanalida. O'shaning uchun harakat uchun like va izohda keyingi safar kim bilan nima zavodda obzor qilishimizni taklif qilib yozib yuboringlar. Urgut, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Urgut. Yana bitta sizlarni O'zbek millioneri bilan mana Urgutli millioner bilan tanishtirmoqchiman. Asliddin aka YEK kompaniyasining asoschilaridan biri, to'g'rimi? Ikkita asoschisilar, aka-ukalar. Ukalari. Asliddin aka butun hamma ishni olib boradilar. Urgutda biz hozir YEK kompaniyasi bo'yicha qisqa ma'lumot 3 ta zavod, 1000 dan ortiq xodimlar, hali dilerlarni sanamaganda. Shunday. Undan tashqari qanaqa oborot? Oborot 50 millionga yaqin. 50 million dollarga yaqin. Dollarga hisoblasa 50 million, 600 milliard. Qanaqa ob'yomda gilam ishlab chiqariladi? Gilam bir yillik 6 million kvadrat metrga. 6 million kvadrat metr. Eng qizig'i, Asliddin aka 20 yil bo'ldi mana YEK kompaniyasiga. YEKni ochganimizga 2005-yil ochilgan, 21-yili, 21-yil hatto boshlandi. No, bir o'zimiz gaplashganimizda 30 yildan ortiq o'sha tajribalari bor. Bu biznesga kirganimizga 30 yil bo'ldi. 10 yil import olib kelib yurgansiz. Qisqa shu tarixni aytsangiz, import olib kelib qatdan olib kelgansizlar? Import Turkiyadan boshlaganmiz. Turkiyaning Gazantep, o'zi Belgiyadan keyin gilamni markazi Gazantep. Shu yerdan olib kelganimizda, keyin u yoqdagi partnyorlarimiz yordam bilan o'sha paytda bu yerda zavod ochganmiz. Tushunishim bo'yicha katta ob'yomda xarid qilgansizlar ulardan, do'stlashib ketgansizlar, keyin ular aytgan hozir ham ishlab chiqarish qiling deb bitta o'yladik. Do'laga kirishmagan, prosta yordam berishgan. Do'laga kirishmagan, lekin ular bitta adashgan joyi bor. Ular yordam qildi. Eski chelnochni stanoklar bo'lardi. Ular kompyuterga o'tgan paytga, o'zi mana bizga qo'ygan kompyuterga o'tgan paytga ularni arzimagan pulga sotishga harakat qildi. O'rta Osiyoga sotdi, O'zbekiston, Tojikistonga sotib, lekin hozir o'ziga konkurent qilib qo'ydi bizani. Ular eski stanokdan ozgina pul ishlayman deb bizani konkurent arzimagan stanoklarini qilib sotib, lekin ham ish o'rgatdi bizga. Endi bu rizqimizdan Allohdan bo'ldi bu. Ham ishini o'rgatdi, lekin ishini ham berib qo'ydi. Hozir biz ularga pashti konkurent bo'lganmiz. O'zbek tadbirkorlarimiz chaqqona. Shunaqa. Eng qizig'i, ideyasi shu yerdan kelgan, shu partnyorlaringiz ideya bergan, shu davay ishlab chiqarish O'zbekistonda qildi. Nimaga aynan bu zavodga keldi? Urgutdagi 3 ta zavodingiz bor, Samarqandda ham bor. Samarqand Jomoyda Urgutdagi 2017-yilga bu ekonom zona ochildi bu yerga.
prezidentimiz bu yerga juda katta ligotalar berdilar. Shu uchun bu yerda ochganmiz. Hattoki birinchi zavodni ochgan paytimizda juda qiynalganmiz. Uni yerini o'zini 2 yil qidirganmiz. Gazini o'zimiz olib kelganmiz, svetini o'zimiz olib kelganmiz. Bu yerga yer tekin, yana ligota 7 yilga ligota berdi. Asosiy ligotalari qanaqa bo'ldi ekonomik zonasi? Ekonomik zonani NDS birinchi 2 yilga NDSdan ozod edik. Yana Hozir foyda solig'i yo'q, yer solig'i, yer solig'i yo'q, foyda solig'i ancha 3-4 ta solig'idan ular zavod uchun juda ham zo'r muhit. Va bu yerda yer qolmagan bilishim bo'yicha. Yer yo'q. Uchib ketgan hammasi. Yer yo'q. Dahshat. Bu yerga bilishim bo'yicha Shavkat Miromonovich bizning prezidentimiz ham kelganlar, Mirziyoyev. Ha, mana shu yerga qo'yganlar. Keyin bu yerda showroom bo'lgan. U showroomga bir 10 tacha fabrikani showroomini Sizga ham ko'rganlar. Nima deganlar? Mana shu yerga qo'yganlar. Ha, gilamlarimizni ko'rganlar. Xursand bo'lganlar shu yerdan chiqqaniga. Qisqa maydoni qanaqa zavodingizni? 5 gektar. 5 gektar bu yerda. Avlachi kattami? Qolgan ikkita zavod? Ular 3, bittasi 3, bittasi 2. Oho, katta Kattasi ob'em ekan. Общий shu zavodga qancha investitsiya kiritilgan? Bu zavodga hozir 33 million investitsiya kiritildi. 33 million dollar. Urgutli zavodga. Mana shuni o'zida. A boshqa Hozir zavodlarga? yana bor, yana 12 million bor bu yerda. Bu yerda yana 12 million dollar domi bor va undan tashqari birinchi, ikkinchi zavodga qancha pul kiritilgan? Birinchi, ikkinchi zavodga, u birinchisiga u 5 millionlik, u kichkina zavod 5 millionlik, bunisi 26-27 millionlik. Gilam zavodi. Deyarli 100 million dollar aslidariga tikib qo'yibsiz. 100 bo'lmasa ham kamroq. Hada. Sal kamroq. Lekin investitsiyani qatdan kiritgansiz? Xorijiymi yo kredit olganmisiz? Yo'q, oldin faqat partnyorlarimizni yordami bilan birinchi o'sha chelnochnilarni o'rganganmiz unda gilamchilikda. O'zingiz bo'lisdi kelib. O'zimizni pulimiz bilan, keyin partnyorlarning yordami bilan bizga sir yo'lani ular ozgina foydaga menga bergan, yutga bergan, variantga bergan. Ular ham foydalangan, biz ham foydalangan. Lekin ishni o'rganganmiz. Bu yerga pul muhim bo'lmagan, ishni o'rganganmiz. Keyin оборотlar ko'tarilgandan keyin уже bank kredit bergan. Kredit, lekin birinchi kreditlar уже 2 yil rovna ketardi agar tez olsangiz. 2017 dan keyin mana shu yerda 85% ni kreditga qilganman. Shu zonani Bu kreditga qilgansiz? Kreditga qilganman. Yo qoldingizmi kreditni? Krediti arzimagan qoldi. Ha? Arzimagan qoldi. To есть kreditdan to'g'ri foydalansa biznes bilan oqlasa Yerda bo'ladi. endi ligotalar ham ko'p bo'lgan, davlat yordami ko'p bo'lgani uchun yerga pul to'lamaganmiz, kommunikatsiyaga pul to'lamaganmiz. Yer sizni nomingizda. Yer bizning nomimizda. Shu yerni ham o'zi xos, palon pul to'ladi. Yer bebaho-ku bu. Bepul eshigimiz tagigacha kommunikatsiya kelgan. Davlat qilib bergan. O'zingizlar Davlat qilib bergan. Buni asfaltlarni qarang. Bu yerda o'ta olmasdingiz. Bu yo'llarda o'ta olmasdingiz. Kolonnalar keladigan paytda ham qishloqda ichidan mashinadan yiqilardi. Yo'l shunaqa rasoydi. Keyin bu yerdan ekonom zona ochilgandan keyin mana shu qishloqlar ham obod bo'lib ketdi. Partnyoringizni gapirdingiz, mana Turkiyada o'xshash voqea ekan. Mana Jahongir aka Artxajayev ham shu Akfani boshlashdan oldin Akfa bo'lganda, o'sha Turkiyadan olib kirganlar, undan keyin o'zlarining zavodlarini ochganlar. Taxminan shunaqa voqea bo'lsa ham. Ketib aylanib chiqamiz. 10 yil o'rganganmiz. Keyin ular eski оборудованиесini sotgandan keyin biza ishni o'rganib, keyin уже yangiga o'tganmiz. Ha. Ular eski оборудованиесini sotib, arzimagan pulga sotib, lekin hamma ishini berdi bizga. Do'stlar, hozir sizlarga noldan qanday gilam ishlab chiqarilishini O'zbekistonda ko'rsatib beramiz. Aslidan aka bilan. Birinchi proses granula, tushunishim bo'yicha. Polipropilen granula Jahongir. Bu o'zimizga O'zbekistonga ham bor, Qoraqalpog'istondan chiqadi. Keyin Rossiyaning Sibiridan keladi. Shundan birinchi boshlanishi mana shu oddiy granuldan ip tolasi chiqadi. Bo'yalib chiqadi birdan. Keyin uni biz to'quv stanokka berib, to'quvga beramiz. Oxiriga to'quvdan keyin gilam bo'lib chiqadi. Hozir granula, hozir ipligini hozir ichkariga ko'ramiz. Hammasini poyma-poy ko'rsatamiz. Poyma-poy ko'rsatamiz. Qarang, bu granulalar qayerdan olasizlar granulani? Asosiy O'zbekiston. Asosiy shu Qoraqalpoqni granulasi. Qoraqalpoq bilan Sibir. Qoraqalpoqqa bir xil paytga birja oshib ketsa, Sibirdikini olamiz. Yo'q, o'sha tadbirkorlar O'zbekistonni olamiz. Rossiyadan emas, O'zbekiston o'zida. Shu yerdagi dilerlardan olamiz. Hozir ancha yaxshi bo'lib qolgan, oldin qiyroq edi. Hozir narxi ham alo bo'lib, yaxshi bo'lib qolgan. Birjaga ko'p o'ynab ketardi. Granulalar tushunishim bo'yicha mana bunga to'kiladimi? Bunkerlarga to'kiladi, bunkerdan tortadi. Qatda yonadi. Qatda yonadi.
bu yerda. Ichkarida. Ichkarida. Ketib o'tamiz. Aslida aka tushunishim bo'yicha bu kompressorli. Bu kompressor nemetskiy kompressorlar. Nemislarniki. Nemislarniki. Bu yerga hamma оборудованияларimiz Yevropa, boshqa davlatlarniki yo'q. Nimaga? Yevropeisk. Nimaga? Sifat, Sifat va sifat. ular kuchliroq. kuchli. Xitoy, Turkiya. Xitoy, Turkiyaniki bularni 50%ga bor, lekin sifat qanaqa bera olmaydi. Ya'ni gilamda o'sha tayyor mahsulotda Gilamda farqini bu kompressorga, bu hozirgi ekstruderimizga zarracha suv o'tmasligi kerak, zarra suv o'tmasligi kerak. Bular shuni ushlab bera oladi. bu havoda tortib beradi, granulani tortib Ha, beradi, tortib sovutib beradi, sovutib beradi shunaqa. ipga aylantirishga yordam beradi. Do'stlar, ikkinchi etap o'sha polipropilendan, to'g'rimi? Polipropilendan ip chiqyapti. tovlasi, ip chiqyapti. Tayyor ip. Tayyor, u bo'yalgan, tayyor bo'yalib tushyapti. Bunkerga ketdi. Bunker tortib berdi tepaga. master batch bilan o'zi qaysi rang kerak bo'lsa, o'sha rangni qo'yadi. Har bitta ko'zi tovlani 3 xil rang ham qilib beradi. Tushunishim bo'yicha bu eng muhim оборудование gilam zavodida. eng muhim. Bu ham nemislarniki. Nemislarniki. Adashmasam 5 million dollar bittasi turadi, bo'lsa ikkita turibdi. Ha, bu har bittasi kunlik 15 tonnalik stanok, 15 tonna 24 soatga chiqadi. Bundan ikkita bor bizaga. U zavodimizga bitta 5 tonnalik bor, birinchi olganimiz. Buni olib kel, qo'y, hali qarab yur. Yondagi shilleri bor, kompressori bor, ulardan tashqari. Ko'zga ko'rinmas. Ha, Mana ham tayyor ip. bu yarim tayyor mahsulot. Yarim tayyor mahsulot. Yarim tayyor. Hozir bundan chiqib kurutkaga kiradi. 3-etap. Ha. Ketdi. Do'stlar, 3-etap nima bo'lyapti bo'lsa Bu aslida? yerga to'g'ri yarim tayyor mahsulot bo'lgandan keyin bu yerga iplikni bukum beradi, kurutka qiladi. Bu gilamni sifatiga, to'qilishiga qarab har xil o'lchamga iplikni aniq kurutka qilib beradi. Burama qilib beradi. O'tga mana tayyor qilib beryapti. Ha, tayyor qilib beryapti. Bu ham yarim tayyor hali. To'liq tayyor emas. Yo'q, to'liq tayyor emas, yarim tayyor. Aslida 4-etapi ana kurutkadan keyin bu keldi. Bu nima bo'ladi? Bu yerga buni hidset qilib beradi, parga shishtirib beradi buni. Graduslari bor. Bu yerdan toqilib bu mashinaga o'tadi. Bu mashina shishtirib beradi. Bu iplikni hajmli qilib beradi. Kattaroq bo'lib qoldi bu yerda. Ha, bu mana bu tolalar shishadi. Gilamga to'quvga kesgandan keyin ochilishi, yumshoq aniq bo'lishi uchun shishtirib beradi ichkarida. Pishirilgandan keyin ip ana bu yerdan ketib, aslida mana bu apparaturaga kelyapti. Ha? Bu nima etap? Eko bitta narsa buni, bu iplikni shishtirib beradi. Yana ishtirib beryapti. Ha, pardan yumshoq bo'lishi uchun. Ha, yumshoq bo'lishi uchun. Bu ham nemis apparaturaga? Bu Fransiya. O, Fransiya. har xil Yevropa davlatlari. Ha, Fransiya. Bu yerdan mana chiqyapti. Tekstlab berib parga kirayapti. Ha, Buni parga ichi kiryapti. tunnel. Bu tunnelni, ana shu tunnel 30 metr, 40 metr tunneldan o'tadi. Parda. Tayyor bo'ladi. Ha. Qamdan o'tdi. Tayyor bo'lib chiqishi u. Eng qizig'i tayyor gilam emas. Tayyor ip bo'lib Iplik, chiqadi. iplik. Ha, qarang, bulardan hammasidan aylanib, iplikniki ham, bu Superba ham, Noymak ham turklar o'rgatganda nomer 1ni Mercedes deydi. Agar mashinani hisoblasak, bu Mercedes deydi. Mana shu Mercedes. Ikkalasini ham. Ip uchun. Ha, ip uchun mana shu 3ta taqdim. Voltman, Noymak, Superba. Bu ishni Mercedes deydi. Turklar. Narxi ham eng qimmat turdi. Buni har bittasining narxi dollarga millionga yaqin, 900 ming, 800 ming million har bittasi. Amma misol uchun ekonom qilaman siz, Xitoy, Turk qanchaga tushardi? Turkiyaniki bor 300 ming dollar, Ha, 250 ming katta dollar. farq, ha? 3dan biri. Nimaga pullayapmadingiz? Ya bu sifat kerak menga. Sifat kerak. Sifat kerak. Do'stlar, 6-etap tayyor mahsulot chiqyapti. Bu Tayyor bo'lib, metalkada o'tib, tayyori tushadi. Konverdan chiqadi u yerga. o'ralib o'tib chiqyapti o'sha. Bularni olib, sifatni tekshirish uchun bu xonaga kiritadi. Iplikda aprajlarini ko'radi. Ichiga boshqa rang tushib qolganmi, yo'qmi? Ya shunda ham tekshirish kerak baribir. Tekshirish kerak. Fuatni ismlari Fuat Akyüz. Turkiyadan bizani bu iplik bo'limni mudiri, Boshlig'i. eng kattasi, boshlig'i. Boya aytuvdingiz, 7 yildan beri ishlaydilar. Ochilgandan beri shu yerga. Nimaga turk? Bizaga turk nima uchun? Turklarga mas'uliyat bor, javobgarlik bor. Professionallik uchun bu yerga olib kelganmiz. Katta firmalarga ishlagan bu sohaga. Shu uchun buni tanlaganmiz. Shuni olib kelganmiz.
o'zlari ham kelganlaridan beri mamnun. 7 yildan beri bitta joyda ishlayapti. 7 yildan beri. 7 yildan beri. Sir bo'lmasa necha pul oylik oladi? Oyliklari ancha yaxshi oyliklari. Yaxshi. Sir. Hayır. Bitta ko'ramizmi? Konkurentlarimiz bilmasa oyliklarini. Tayyor mahsulotdan keyin 7-etap shu tekshiruv etapi, Bu sifat kontrol qiladi. sifat kontroli. Sifatda burasini sananglar. Arabaya koyduktan sonra burada kalite kontrolünü yapıyoruz. Yani Kontrol. kontrol, ipin kalitesini, içindeki etiketini, bütün işte renk farklılığı var mı yok mu, bu istediğimiz kalitede mi değil mi onun kontrolünü yapıyoruz. Ondan sonra buradan çıkar laboratuvara gider. Laboratuvarda O'zimizni laboratoriyamizdan bu. bizim laboratuvarımız kendi alanımızda Özbekistan'da bir tane. Başka yok. Boshqa sizdagi laboratoriya yo'q. Başka bir yerde yok, başka bir firmada yok. Çünkü biz bu ipliğin kullandığımız granülden, master batch yani boyadan, kraskadan, kullandığımız yardımcı maddelerden, çıkarmış olduğumuz ipliklerden hepsinin testini yapabiliyoruz. Bütün testlerini yapabiliyoruz. Bunun mukavemet testi, kırılma testi, tilsime yani yaşlanma testi öyle söyleyeyim. Hamma size. yuqori test bo'yicha o'tkazamiz va unaqa Ichiga- laboratoriya yo'q boshqa joyda. Ichiga bitta nuqta bo'lsa ham gilamga borgandan keyin u katta problema bo'ladi. Bu gilam bo'lib chiqqandan keyin uni tuzatish qiyin. Xullas bu juda ham muhim etaplardan biri va o'shaning uchun o'zini ishini masteriga topshirib qo'ydi. Shunday. 7 yil yashayverim O'zbekistonda. Evet. Ya? Yarim o'zbek, yarim turk ya. Sayılır. Qizi bor, qizi shu yerga o'qiydi. Jojok, Rus jojok. tili, Çocukluğunda geldi buraya, şimdi kocaman kız oldu. Çok güzel. maktabga bu yerga o'qidi, rus tilisi, ingliz tilisi, yana tojikcha til ham o'rgangan. Qayerda tug'ilgan bu? Turkiyada. Qayerda tug'ilgan? Hangi shahar, hangi Gaziantep. Gaziantep, gilamni markazi. Gaziantep. Ha, o'tda mana shu gilamni eng aktiv zavodlari joylashgan. Shunaqa. Baho eng zo'r zavod qayerda? Gilam bo'yicha. Gilam bo'yicha Belgiyadan oldin Belgiya bo'lgan, hozir Antepga, Gaziantepga, Turkiyaga. Turkiya bo'lgan. Turkiya dunyoda nomer 1. Ikki kim? Ikkinchi davlat gilamga Misr bormi? Bana sorarsanız birinci Türkiye, ikinci Özbekistan, üçüncü İran bu işte. Eronni gilami boshqa sohada u klassikaga zo'r ular, lekin объем yo'q ularga. Ha. Объем yo'q. Bizda Klassikaga zo'r. объем bo'yicha Bizda ikkinchi объем, o'rinda. keyin klassikadan boshqa hamma narsaga ikkinchi o'ringa O'zbekiston keladi. 7-etap laboratoriyaga kiradi, tayyor mahsulot, to'g'rimi? Har bitta mahsulotlarimizni laboratoriya qilib, undan keyin to'quvga beradi. Agar to'quvga beraversa, agar bitta nuqta xato bo'lsa, bizga katta problema. U gilamni sotilishi qiyin. Bu hitsetdan o'tgandan keyin eng qimmat gilamlarga ishlanadi bu ipliklar. Bu uchun gilam, qimmat gilamni sotish qiyin. Har bittasidan, har bitta partiyadan bittadan olib qo'yadi o'ziga. Uje ikkinchi partiya keyin zakaz kelsa, xuddi shuni o'zini qilib berishi uchun. Har bittasidan bittadan arxivi bor buni. Xullas, brend uchun xavotir olish va sizga muhim o'sha klientga, ya'ni sizni xaridoringizga tayyor, sifatli mahsulot yetib borish. Birinchi sifat. To'g'rimi? Shu uchun Narx ham laboratoriya muhim emas, nomiga emas, haqiqatan ham ishlaydi. Birinchi sifat bizga, narx ham u ikkinchi o'ringa bizga, narx ham bozorga u katta rol o'ynaydi, lekin biz eng katta urg'uni sifatga berganmiz. Oldindan, masalan, eski chelnochnidan boshlab boshqa fabrikalarga qaraganda bizning gilam qimmat edi. Zavodda quyosh paneli ko'pligiga baho beringlar. Aslida nega bilan gaplashsam, 2 megavat ishlab chiqarib beradigan quyosh panellari ustanovka qilingan ekan zavodlarida va bu quyosh panellari yiliga 100 ming dollardan ortiq summani ekonom qilib berar ekan. Agar sizlarga quyosh panellari kerak bo'lsa, Get Green Energy ga murojaat qilinglar, sababi eng zo'r narx bo'yicha ulardan quyosh panellarini xarid qilishingiz mumkin. Ip bo'yicha do'stlar, mana oxirgi etap skladga qo'yilishi. Biz ipni noldan ishlab chiqarilishini ko'rsatdik, gilam uchun bo'lgan ipni. Gilam uchun. Hozir endi bu ipdan gilam qilishini ko'rsatib beramiz. Shunaqa. Va eng qizig'i, bu iplarni siz sotar ekansizlar. Shunaqa. Eksportga ham bor, qo'shni davlatlarga, Tojikistonga, Rossiyaga sotyapmiz. Hozir katta kontraktimiz bo'lish kerak Rossiyaga. Boshlasak bir 20% oladi. Объемning 20%ni Rossiyada o'zi bilan kontrakt. Ya'ni ipni o'zi ham отдельный biznes hisoblasa bo'ladi. Siz bu uchun. отдельно biznes. Nimaga ipni qilgansiz? Bu Misol uchun ipni xarid qilib gilam tikib bo'lardi-yu. ipni qilganimiz sifatni o'zimiz kontrol qilishlik, keyin bizning ranglarimiz boshqaga bo'lmasligi uchun.
Narxi ham Narxi ham tushishi. tushiradi. Narxini ham Har kalkulyatsiya. tomonlama kerak. Birinchi o'zi narx tomonlama bo'lsa, ikkinchi ranglarimiz boshqaga bo'lmaydi-da. Hozir boshqa joy qildirsangiz hammaga bir xil bo'ladi rangingiz. Undan tashqari mana bu ip ishlab chiqarishi foydadami? Minusda emasmi? Отдельно o'zi sotib ishlasa ham. Foyda. Katta gilamlarni ko'ramiz endi ishlab chiqarilishini. Do'stlar, sizlar bilan ip noldan qanday ishlab chiqarilishini o'rganib chiqdik gilam uchun. Endi gilam ishlab chiqarilishini ko'rsatib beramiz. Birinchi etapi iplar, tayyor iplar sifatga keladi. Aynan gilam ipi, oddiy ip bo'lmaydi. U iplar ikkinchi etap, mana bu taxlanadi. Ha, bu stanokda maxsus o'zini stoykalariga rang-marang отдельно to'qilib chiqadi. To'qilgandan keyin u stanokga komanda bergandan keyin o'ziga keraklarini bitta-bitta tortib oladi. Qaysi Qo'lishimi, har bitta qo'yishi? Bu qo'yishlari qo'yilishi. Lekin qolgan joyi avtomatlashgan. Ungacha osnovasini ipi bor. U ham отдельно. Keyin 30 ta dizaynerlar bu har bitta gilam uchun 30 ta dizayner ishlaydi. Sizni kompaniyangizda. Ha, bizning kompaniyaga Shular- chetdan olishdan tashqari 30 ta dizaynerlar ishlaydi. Har bitta gilamning nusxasini yaratish oylab vaqtimizni oladi. Rang yillab vaqtimizni oladi. Rang. Ha, bu ranglar просто tak bo'lib qolmagan. Bir xillarni o'zingiz chiqarasizlar. 90% iplik o'zimizdan chiqadi, yana qo'shimcha ipliklar bor. Sholkni o'rnini oladigan ip bor. O'shalarni biz Turkiyadan import qilamiz. Lekin bu ranglarni yaratgancha yillab vaqtimiz ketadi. Eng qizig'i, dizayn muhim jarayonda shu gilam biznesida. Rang bilan dizayn juda ham muhim. Qarang, eng sotiladigan dizaynlarni ham analitika qilasizlarmi? Qaysi gilam ko'p sotilyapti, qancha sotilyapti? Ha, sifatda analiz qilamiz, lekin dizaynini ustiga ishlaymiz. Rang bilan dizayniga ishlaymiz. Yo, sotuvga ham qaraysizlarmi? Sotuvga Qancha sotildi, yiliga, oyiga, o'shanga qarab shuncha ob'em berasizlar. Da? Katta unda aylanib chiqamiz. Bu ikkinchi etapi. Ha, uchinchi Bu etap polni nemis оборудованияmi? bu yerga Belgiya. Belgiya. Belgiyaniki. Gilam Nomer bo'yicha 1 Belgiya aytdi. Mercedes Ha, Belgiya. Belgiya. Оборудование do'stlar Belgiya ekan. Belgiya gilam оборудованияsi bo'yicha nomer 1 ekan. Eng qizig'i, bilmayman nimaga. Ular oldin ishlab chiqarish bo'yicha nomer 1 bo'lgandir. Belgiya dunyoga hali ham o'rni bor. Gilam desa Belgiya deydi-yu. Ha, Hali ham o'rni bor, lekin hozir ancha anumsini turklar olib qo'yishgan. olib ketgan. Ha, u yerga ish kuchidan, ishlab chiqarishdan pasayib, yilga pasayib ketdi-da Belgiya. Qimmat turadimi bu оборудование? 1 milliondan tepaga turadi boshlanishi. U keyin buni ham pozitsiyalari bor. Qaroq deymiz, zichliklari bor. 320, 400, 500, 480, 1000, 1200 u zichligiga farq qilib ketaveradi. Hozir bu yerga 320, 400 bor, 480 bor, keyin 1200 bor. Eng noyob mashinamiz mana bu. Buni ichiga eng Mana bu. Eronning gilamni ishlab chiqaradigan mashina shu. Mana shu. Bu oddiy gilam. Oddiysi ham endi bundan zichligiga, Qarang. pikselga farq qiladi. Bittasi 1 million turadi. Do'st, nechta stanok 1 turibdi bu milliondan yerda? tepa. Ya, 1 milliondan boshlanish. Nechta stanok o'tdi? Bir 5 ta 6 ta turibdimi? Bu yerda 5 ta, bu yerda O'ta 5 ta. jami bizaga 15 ta. Bu zavod bilan 15 ta. 15 ta. Bu mana Eronni ishlab chiqaradigan ish turadi. Biza vaqtiga 3 million atrofiga olganmizda, 3 million yaqin olganmizda, hozir 3,5 millionlar bor. Ancha Bu qimmatroq eng olgan. birinchisini bu dazgohni eng birinchisini bizaga berdi. Bu 3-chi etapi. Ha, 3-chi etap. Dazgohda Ishlashni ko'raylik. Bu mana Eron gilamini ishlab chiqaryapti. Eron gilamini ishlab chiqaradigan mashinamiz shu. Dahshat, dahshat. Bunaqa stanokli O'zbekistonda stanoklaydi hozir. Ikkita zavodga bor. Bor yo'q, ikkita zavodda bor, a? Ikkita zavodga bor. Gek gilamlari shu zavodlardan biri. Eng qizig'i mana bu chiqyapti. Mana bu gilam chiqyapti. Mana bu gilam chiqyapti. Ha, o'sha gilam ko'pib chiqadi. E'tibor E'tibor bergan bo'lsangiz, ularga qaraganda ancha sekin chiqaradi. Chunki 10 santimetrga 10 santimetrga 3 million 600 ta piksel bor bunga. Shu gilam necha pulga sotiladi ekan? Bu gilam kilogrammiga bor, qani o'sha pikseliga qarab 300 minggacha bor. 300 ming, 350 ming so'mga. Eng qizig'i- Lekin dollarga desa, dollarga 25 dollar Eng qizig'i, aslida zavodlaringiz zakazga ham tikib bera olar ekan. zakazga, xohlagan masalan sizni dizayningizga qarab, rangingizga qarab hamma moslab qilib bera oladi. Xonadonimdagi dizaynni ko'rdilar-da, u gilamni topa olmadim. Ko'rsatingdilar. Qilib beramiz, yengildilar. Dahshat bo'pti-mi bu?
Yumshoqligini qarang. Har bir rang 4800 ta. Ha bu yerga 10 ta rang bor. Ya'ni 48 mingta ip to'lashtiribdi. Mana shu yerda o'zi. Qo'l bilan buni almashtirishadimi hammasini? Ha, qo'l bilan. Qo'yganda. Almashtirganda qanaqa hammasi o'chadimi yo bitta joydan almashtiriladi? Yo'q, joydan o'chirmasdan, joydan almashtirib. O'chirmasdan, joydan almashtirib ular Zavod 24 soat ishlaydimi yo 12 soatmi? 24. O'chmaydi, to'xtamaydi. Yakshanba kuni. Kechqurun ham ishlaydi. Yakshanba kuni ham. 7:24. Bugun nima bizda juma ekan bugun. 7:24. Yakshanba kuni Qachon to'xtaydi? yakshanba kuni ishlab chiqarish ishlaydi, lekin ofisda ishlamaydi. Qachon to'xtaydi? Bayramdagi. Xodimlarga dam berishingiz lozim, ha? Ha, lekin Shunda ham uchta ishlaydi. smenaga ishlaydi. Ha, bizga dam olish kunlariga ishlaganiga u qo'shimcha premiyalar beriladi. Shunchalik talab kattami? Aslida yo skladni tovar ushlab turishingiz kerakmi? Biz umuman skladga tovar ushlamaymiz. Klientlarimizga skladga beramiz. Har bittani o'z zakaz bo'yicha chiqadi. Zakazsiz umuman chiqolmaydi. Prosta ishlamayapti. Ya'ni zapasga chiqarib qo'yamiz. Zapasga chiqolmaydi. Chunki o'zi dizaynlarni zakazchikka prosta mana bunaqa takliflarimiz bor, tanlatsangiz bo'ladi. shunaqa kataloglarimiz bor, undan tanlaydi. Lekin u har bitta dizaynni chiqarguncha yillab vaqtimiz ketadi. Germaniyaga, Turkiyaga, u ko'rgazmalarga borib, ulardan ranglarni, hozir qaysi rang modaga. Kim trendlarni beradi modada? Yevropadan, Germaniya, Italiya shular. Germaniya, Italiya vystavkalariga borib yurish kerak. Yilanma, yaxshi kursda trendda bo'laman siz. Отдельно tasarrumchimiz bor, u отдельно yuriydi. Yillab aylanadi. Xodimlarni ham yuborib turasiz. Отдельно bu rang bo'yicha odamimiz bor, u aylanadi. 4-etap sifatini tekshiruv. Bu mashinadan to'quvdan chiqqandan keyin Aha. bu yuziga boshqa rang, ikkita rang bitta bo'lib to'qilib qolganmi, o'sha kontrol qiladi. Xatosi bo'lsa shu yerga iplarini to'g'irlab, tikiladigan joyini tikib, keyin kleykaga kiradi. Nima bu kleykaga 2005-yil ipida ignasigacha o'rganib chiqqandir buni. Chunki o'zim ishlatgandim. Bizga bitta master kelganda, gilamni nam chiqaraverdi-da, nam chiqaraverdi. Minutiga 8 metr tushadi-da. 1 soatga o'ylang qanaqa gilam. Uni nam o'rasangiz panglab qoladi. O'shanga hamma joyga osilib qo'ygan bir kun kelsa, keyin o'rtoqlarimga telefon qilishni boshladim Turkiyaga. Har bitta narsani bir 10 ta fabrikaning ustosidan so'rab, har bitta etapini o'rgangan. Buni har bitta etapini o'zim o'rganib, o'zimiz boshiga turib ishlatgandik. Ishlab chiqarishda chuqurlashmasangiz, tushunmasangiz har bitta etapni qiyin-a? Ishlab chiqarishda har bitta etapini agar o'zingiz bilmasangiz, buni sizni xohlagan masteringiz ham, xohlagan ishingiz ham alab ketaveradi. Alab ketaveradi. Eng muhimi sifatga, masalan, sifat defekt chiqsa, nimadanligini bittasiga tashlaydi, bittasiga tashlaydi agar bilmasangiz. Eng muhimi mana shunaqa tanish partnyorlaringiz bo'lish kerak. Kimdan so'rab, tavsiya. Ya'ni ancha-muncha yillarni bu sizga ekonom qilib bergan-a? Shunaqa. Shu turklar misol uchun. Shunaqa ulardan juda katta yordam bo'lgan bizga. Birinchi o'sha kleykamizga xato bo'lganga bir 10 ta fabrikadan so'raganman. 10 ta fabrikaga. Lekin bir oyning ichiga hamma narsasini o'rganib chiqqanmiz. Hamma narsasini. Hal qildingizmi aka? Ha, o'zimiz boshiga turib, keyin u birinchi kelgan masterni javob berib, o'zimizdan tayyorladik. Birinchi tayyorlagan masterimiz bu chiqdi. Bunga o'rgatgandik hammasini, o'zi ham o'rganib, men 25 yildan beri, 26 yildan beri shu yerda. Ismlari nima? Assalomu alaykum. Sadullo. Do'stlar, tanishinglar mana Sadulla aka. Sadulla aka nimaga javob berasiz Yekilamlar zavodida? Yekilamlar javobiga mana shu yerda javobgar shaxsman. Kleykaga. Opshkilegaga mana shu o'tgan nimalar mahsulotlarni klientimizga sifatli qilib chiqarib berishga javobgar. Birinchi boshlagan. Birinchi boshlaganim o'zi aslovni men overlock moshinkalarni o'chib, qiziqib, o'zi qiziqishdan bir to'g'rilab, keyin master bo'ldik. Undan keyin bu katta nimalarga o'tdi. Bu reduktorni o'chaydi, motor o'chaydi, boshqa qiladi. Yo'q. 25 yildan beri bu yerda ishlaysan qiz. 25 yildan o'zi. Oylik qanday oylik? Oylik Xudoga shukr, normal oyligimiz yaxshi. Pul bilsa bo'ladimi? Oyligi 10 milliondan kam bo'lmasa kerak, 10 milliongacha. Ha, million ziyod. Bu mast. ovqat, hammasi. Ha, hamma narsa tekin. Siz rozisiz mehnatingizga. Allohga rozi. Rozi bo'lmasa 25 yil nima qiladi bu yoqda? Ishsiz omad. Mana shunaqa xodimlar ko'proq bo'lsa yaxshi deyapman. Men eng Shunaqa xohlaganim, xodimlarda kompaniyalar ushlab turadi manimcha shunaqa. eng men xohlaganim, mani oddiy rabotchim ham almashmasa, shunaqa oyliklar ko'tarilsa,
oddiy rабочийlarniki ham, mana bu ikuvchiniki, yo mana bu oddiy mashinaga ishlaydigan грузчик, shularni ham oyligi 10 million bo'lsin, mendan ketmasin. Kimdir ishlayman desa sizni kompaniyangizda telefon kontakt bormi? Haqi telefonsa? Bor. Qo'yib qo'yamiz ham ishga. Va 5-etapi gilammi? Tekshiruvdan keyin botga o'tadi. Tekshiruvdan keyin bu yerga kiradi. Nima qiladi bu? Bu chiska qiladi, oldi, orqasini, gilamni Tozalayapti. toza qiladi. Gard qoldirmasdan kleyga kiradi. Bu yerdan Kleyka deyapsiz, u nimani kley qiladi? gilamni orqasini iplari chiqmasligi uchun kleylaydi. Ha. Mana aytibdi, mana bu yerga vannasi bor, ko'rsatishim mumkin. Bu yerdan hozir bitta parga beradi, gilam iplari ochilib yumshoq bo'lishi uchun. Bu yerdan bitta par beradi. Keyin bu yerga aylanib kirib, o'sha kleyga o'tadi. Bu vannalardan orqasiga o'ziga yetarli qilib bu yerga anolari bor, dozalari bor, o'sha dozani qo'yadi, tezliklarni qo'yadi. Mana shu kleyka, Ha, bu orqasiga kley tushunay beradi. Keyin aynan orqa tarafini yopishtiryapti. orqa tomoniga. Keyin mana bu issiqqa tunnelga kiradi. Har bitta sifatda o'zini darajalari bor. Shunga moslab qo'yadi. Issiq tunnelga kirib, kleylarini o'tirib, tayyor qilib kelyapti. Keyin bu yerga yuzini strishka qiladi. Shu liniyani o'zida ancha-muncha ish qilinar ekanda. Juda ko'p Parranar ekan, kleyka bo'lar ekan, to'g'rimi? yumshatadi. Bu nima qilyapti mana hozir? Yuzini, vorsini tekislab kesadi. Vorsini. Lishni iplarni olib tashlaydi. Iplar past baland bo'lganini bir tekisga qilib kesadi. Chiroyli qilib qo'yadi. Ha, bir tekisga. Keyingisi? Keyingisi ham shu ikkitalik. Ha, kesadi. Ha, mana bu ikki boyagi eronni gilamlarni ikkitadan o'tkazmasangiz u juda nozik. Mana nima? Ikkalasini ishlatamiz. Bu Ortiqchalari. yo'q, bu ziyodsini mana bu yoniga to'quvdan chiqqan mana bu lichnisini bu yerga kesib, keyin razmerlaydi u yerga. Bu yerda u tomonga kirib, razmeriga kesib, yo'llarini tikadi keyin averlar. Bu tikiladi yo'l. Bu brakka yoki brak bo'lgan gilamni qayta ishlasa bo'ladimi? Iplarni yechib yo уже yo'qmi? Yo'q, bizaga ketmaydi. Yo'q, a? Bu bizaga ketmaydi. Mana tayyor chiqib kelyapti уже. Bu tayyor gilammi? Yo'q, hali tayyor emas. Hali tayyor. Tayyorga yana ikkita uchta etapi bor. O'tga o'tadi. Ha. Bu ya'ni уже keyingi etapimiz. Keyingi etap. Nima qilyapti bu yerda? Bu hozir bu yerdan chiqqan, yuzini kesib, kleylanib chiqqandan keyin overlockga o'tadi. Bu yo'llarini tikib, Tikadi. keyin razmerga kesadi bu yerga. Ha. Hammasini o'zini razmerlari bor. Bu yerga razmerga kesadi. Bu mana Qaysi biri avvalni, qaysi kiryapti biri tikilishga. Ha, bu yerga kiryapti. Yo'qdan tikilib chiqadi, ha bu Bu yerdan tikiladi. Bu yerga qaysi rang o'ziniki bo'lsa, o'zining rangiga tikib, moslab, tikilib, Mana yoni tikildi. ha, mana yoni tikiladi. O'zining rangiga moslanib, yo'llari overlock bo'ladi. Har qaysi gilamning o'zining rangiga. Undan keyin bu yerga o'tib razmerlarga kesiladi. Har bitta gilamning qanaqadir razmeri bo'lsa, Yana keyingi etap. ha. Bu yerga razmerlarini kesib, zakazga qarab bu bahrama qo'yiladi bu yerga. Qaysi biriniki qatlab yopishtiradigan bu, shuni o'ziga o'xshab turadigani bu. Uni zakazga qarab, shuni o'ziga ham qotirib beradi, keyin bahrama ham qo'yib beradi. Bahrama ham bir 10 xil, 20 xil bahramalar bor. Zakazga qarab xohlagan bahramani qo'yadi. Mana bu yerga bu zakazimiz bahrama bilan bahrama qo'yilyapti. Assalomu alaykum. Bahramadan keyin gilamni o'rashga o'tadi. Aparatimiz gilamni siqib o'rab beradi. Ya'ni gilamni ham o'rashni bilish kerak. To есть logistika to'g'ri ketish uchun. Siqib uni har bitta gilamni o'zining normasiga o'ramasa, masalan, ba'zi mashinaga 15 000 kvadrat metr emas, 12 000 ketib qolsa borku, klientlarimizga u bitka bo'ladi. Qancha ko'p ketsa, Xullas, o'ylabsizki, oddiy gilam tikdan ishlab chiqarding, lekin juda ham ko'p shu kichkina momentlari bor, ularni e'tibor bergan holda shunaqa sifat olsa bo'ladi. shunaqa. Oxirgi etapimiz o'ralgandan keyin Cavralella bo'lsa, masalan, Cavralen bo'lsa, bu aparatimizga o'raladi. Masalan, 4 ga 25, 4 ga 30 lik Cavralella bu Yo, bundan o'raladi. Yo,
Ha, gilam Paketga. bunda o'riladi, kavralen bunda o'riladi. Kavralini ham ishlab chiqarasiz, faqat gilam emas. Yo'q, gilam emas. Kavralenni xohlagan turingiz bor. Gap yo'q. U o'ralgandan keyin bu yerdan kirib salafan bo'ladi. Aha. Har bitta mahsulot bu apparatimiz salafan qilib beradi. Ya'ni oxirgi etap bu. Ha, salafanni uttuk qilib bu tomondan chiqaradi. Uttukdan chiqarib, bu yerga Tayyor. уже tayyor Mana mahsulot shu hammasi tayyor. razmerlariga, klient zakasiga qarab bu yerga teriladi. Eng oxirgi etap mana bu. Pogruska. Oxirgisi yuklanish. Klientlarni zakasiga qarab qaysi davlat, qaysi shahar. Bitta shu turetskiy apparaturami deyman. Ha, endi bu yuklama O'zbekistonniki bo'lsa ham Mana. bizga arzoni bo'ladi. Gilamlarni zakaz bo'yicha furaga olib ketishyapti. Bu yerga 2-3 kunlik yig'ilgan tayyor mahsulotimiz turadi. Katta sikletimiz u Jomboydagi zavodimizga, u yerga nima qilganmiz? Logistika oson uchun temir yo'l. Hozir endi Urgutga hozir temir yo'l keldi, oldin bo'lmaganiga biz u yerga qilganmiz. Ortib chiqib ketish oson. Bu ham Qayerga zavod ketsa. yancha plyus bo'ldi. Ha. Yuklanglar, yuklanglar. Do'stlar, final mana granulada mana shunaqa gilam ishlab chiqarildi va bu gilam o'z mijoziga mana hozir ketyapti. Har bittasini Hammasi Barkodini, shtrix kodi, shtrix barkodi kod, bor, hammasi zakaz, kompyuter klient. sistemangizda hammasi ko'rinadi. klient boshqa, bu barkodidan hamma dizaynini, razmerini, qaysi klientniki, Bittasini qo'yib olinglar. hamma ma'lumot. O'rtaveringlar, o'rtaveringlar. Ha, tortib ko'ringlar, bunday ko'ringlar oxirgi etapi. Ana, do'stlar, yek gilamlaridan tayyor gilam o'zini mijoziga ketdi. Harakat uchun qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib izohda yana qaysi zavodda shunaqa noldan ko'rsatib berishimni xohlaysiz, fikrlarni qoldiringlar. Yana bitta yek gilamlarini yo'nalishi kavralindan tashqari, gilamlardan tashqari Tafting. taftin ham ishlab chiqarishar ekan. Tafting, bu ham kavrelenga o'xshagan. Bu ham 4 ga 30, 4 ga 20, 5 metr eni, 3 metr bo'lishi mumkin. Zakaz qanaqa tushsa. Оборудованияларni endi qo'yishar ekan. Оборудованияларimiz bor, ishlayapti. Bular etap bir xil. Yangi оборудование etdim deysiz. Ha, yengisi endi keladi. Hozir bu dizaynlarni to'qiyapti bizga. Hozirgiga o'xshagan gilamga solishtirsangiz, Eron sifatini chiqaryapti-ku, o'shanga o'xshagan yangi оборудованиemiz Premium, 6 oyga, zo'r, premium 6 oyga keladi. Hozir bular budjetnilari 25 mingdan boshlanadi, 40 ming, 50 ming so'mgacha kvadrat metri. Bunga talab katta, sababi bu gilamdan ham, kavralindan ham arzon. To'g'rimi? Qarang, mana shular hammasi tayyor mahsulot. Hammasi Ketadi. klientlarning zakasi. Ob'yom bunga ham juda katta. Chunki gilamnikka qaraganga buni ishlab chiqarish tez. Asosiy savolga yetib keldik. Gilam biznesini necha pul olib keladi? Ya'ni 50 million dollar оборот bo'lsa, necha foiz sof foyda? Sof foyda boshlanishiga undan ziyod, lekin yil oxiriga kelib rasxodlaringizga qarab qoladi bu. Har xil qimmat оборудование bo'lgandan keyin oddiy bitta narsasi 50 ming yevro bo'ladi. Bitta narsasi ko'yib qolsa almashtirish. O'nga yaqin qoladi. 10% mi bitta gilamdan mana misol uchun mana chiqardingiz 500 dollar bo'lsa 10% qoladimi? 10% qolsa bizning boshimiz osmonga yetadi. 10% yaxshi foyda biz uchun, da. 10% yaxshi. Endi kreditlarimiz bor, boshqasi bor. Yil oxiriga 10% natsenka bilan boshlasangiz, yil oxiriga o'nga yaqin qoladi. 5 dan ziyod, 5 dan kam emas. Agar 5 dan ziyod bo'lsa, bizga bu yaxshi degan. Lekin men 5 ketganim 20 yilda 0 dan oldin import qilib olib kirib, keyin kichkina zavoddan boshlab eski оборудованиеdan hozirda 3 ta katta zavod оборудование zakaz qilib yotibsiz. Menimcha oxiri ham yo'q. Yana bitta quraman do'st liniya. Hozir 12 ming kvadrat metr u yerga hozir buni qatoriga sexlarimiz boshlangan. O'sha yangi оборудованиеlar icheri keladi. Orqaga zapas yana 1,5 gektar yerimiz turibdi. Uni ham boshlaymiz. Xullas planlar juda ham katta. Xullas Bu kelgan sharoitga bor-ku, bu sharoit pulli ketadigan joyi bor. bor, joyi bor. Lekin bu sharoitga ishlamasa ham bo'lmaydi. Shunaqa zo'r sharoitga. hozirda O'zbekistonda Xuddi mana shu zavodlarni ko'rib, biz Turkiyaga havas qilamiz. Xuddi mana shunaqa zavodlarni ko'rib havas qilamiz. ular kelib havas qilishyaptimi? Hozir ular kelib havas qilyapti. Shu yerdan Bizning yerda sharoitimizga ular kelib davlatni bergan ligotalarga ular havas qilyapti. Nechta o'zimning tanishlarim keldi ham. gaplashganimizda boya turk tadbirkorlari shu yerga kelib zavod ochaman deganda 10 million dollarga ham yer berishmabdi. Shunaqa. Shunaqa gapi. Endi yerni narxini bilmadim, lekin ko'pchilik biznesini olib kelyapti. Men ancha-muncha 3-4 ta tanishlarim bu zavodini qo'yib ishga tushirdi. Gilam sohasiga bittasi ipligini qo'ydi. Bu biz uchun plyus bu ham. Logistikadan yutamiz. Tadbirkorlar hozirgi videoni ko'rib,
gilam ishlab chiqarish tilla hududek tushunchaga ega bo'lishi mumkin, lekin Zasidniki bilan gaplashganimizda undan oldin siz aytasiz, ko'p gilam zavodlar ochildi, ochilyapti. Samarqandga 15 ta boradi, 15 taga yetgan. Hozirda Samarqandning o'zida bor lekin edi. nechtasi yopilib ketdi deysiz? Bir 5-6 tasi yopildi. To есть unaqa ko'ringandek oson biznes emas. Shunaqa. Juda ham ko'p risk tarablari bor. Shunaqa. Risk ko'p. Buni o'zini ustiga ishlamasa, bu rang bilan dizaynni sifatga qaramasa, yopilishadi bu. Va hozirda yek gilamlari top 3 ta eng katta O'zbekistondan gilam ishlab chiqarish zavodlarining bir qatoriga kirdi. Shunaqa bo'lishi kerak. Maqsad qanaqa? Maqsad hamma xohlaydi dunyoga nechinchi top o'rinlarga chiqishdi. Dunyoga o'rinlarga chiqish. O'zbek shu gilam ishlab chiqaruvchilarimiz harakat qilsa, balki xudo xohlasa Turkiyadan ham o'tib ketamiz, ha? Nasib hozir ancha zavodlarimiz Amerikagacha eksport qilyapti. Amerikagacha. Bu juda yaxshi. Amerika oldin eksport O'zbekistonda hech kim xayolga keltirmasdi. Hozir davlatimizda sharoitlar zo'r deyapsiz-ku. Bir xil aytadi, sanda zo'r, bizda zo'r emas. Sizni shaxsiy fikringiz, shu harakat qilgan, yaxshi fikrda yurgan, pozitiv bo'lgan har doim bu narsaga erisha oladimi? Конечно, erishadi. Harakat qilsa borki, hozirgidek erishadigan davlat hech qayerga yo'q. Hozirgi bizning ligotalarni ko'rib aytayman. Uje mashinalardan bilsangiz bo'ladi. Ko'chaga chiqsangiz, Eplab bo'lmayapti. Inomarka to'la. Hozir harakat qilganlar. Bir bolani kutib o'tirgan osmondan hech nima tushib qolmaydi. Eng ko'p foizi baribir harakatchangda. U negativlar baribir bo'ladi. 5% Lekin bitta narsani aytib qo'ymoqchiman, mana o'tgan zamon ham ishlagansiz. 20 yil kompaniyaga oson bo'lmagandir. Hozirga qaraganda unaqa ligotalar bo'lmagandir. Ligota qayerga? Ligota bizaga tegmasa deb xursand bo'lardik. Bizaga tegmasin, yordam kerak emas, tegmasin deydi. Siz ishlama deyishmasin. Ha, ishlama deyishmasin deydi. Qaysi etapda, nechinchi yildan keskin o'sish boshladi? Mana shu zavodni qurdim. 17dan 18dan Ketdi. Do'stlar, shunaqa gaplar, foydali loyiha bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohda qo'llab-quvvatlaringlar, o'zingizlarning fikringlarni qoldiringlar. Va menimcha, Asliddin aka bilan katta intervyu olish kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Fikringlarni ham izohda yozib qoldirib, qo'llab-quvvatlab olsanglar, balki avrab-avaylab ularni katta loyihaga chiqaramiz. Ketdi, showroomni bir ko'rib, loyihani tugatamiz. bo'l. Yo'lga chiqdi unda, ketdi. Biz mana obedga yetib keldik. Tanishinglar. Bobur, ha? Ha, Bobur. Bobur, Shohiddin akaning o'g'illari, shu biznes davomchisi. Qarshi birga qoladigan biznes. Xullas, bular bilan oshga keldik. Bir 4 yil oldin shu yerga kelgan edim. Ha, men ko'rganman. Urgutda eng знаменитый joy menimcha. Aka, bu yer Urgut sentri, o'zi mana shu sentrda ichida Urgutda eng qilinadigan birinchi osh. Shu yerga kelishadimi? Shashligimiz bor, somsasi bor, Urgut sentri. Kim nima xohlasa mana shu yerga keladi. Shashlikni olib kirib berishadi. Ha, olib keladi aka. Bo'ldi. Nomi nima? Mana osh qiladigan joyi? Nomi yo'q, bu Nurali osh deydi bu o'sha Urgutga Nurali oshi. Ha. Urgutga kelsanglar, mana aynan mana shu osh deb kelib ketish to'ydi. Ya'ni ketib kirib atmosferani ko'rsatamiz va eng qizig'i, Bobur, mana shu joylar sizlarniki deb eshitdim. Ha, bizniki shularga berganmiz ishlash. Arendaga berib qo'yapti. Ha. Gap yo'q. Bu ikkinchi etaj zimniy to'yxona. Keling. Qatdan kiramiz bu yerdan? Qozon osh qiladi. Bu safar do'stlar VIP osh bo'lyapti, Nurali oshda. Oyoq kiyim yechiramiz? Ha, yechiramiz aka. Voy. Yerga joy-joy ana qo'yib qo'ydik o'tirib. O'tgan safar do'stlar muzlab qoluvdik, bu safar konditsionerda gap yo'q. Yerga o'tirgansizlar-da. Gap yo'q, gilamlarga mushni kutib olishyapti. Do'stlar, mana o'sha Nurali osh keldi. Aka. Gap yo'q. Urgut firminni oshi deylik. Urgutda firminni oshi, haqiqatan ham Urgutga kelsanglar, chin ko'ngildan tavsiyan обязательно yeb keting. Qarayapman do'stlar, so'raylar o'qib ketyapti. Ochig'i ham go'shtga baho beringlar, ham kesilishiga baho beringlar. Gap yo'q. Urgut boshqacha osh bilan. Nima qildik aka? Qo'l bilan olamizmi oshni? Aka, boshlab bering, qo'l bilan o'rgating, ovqat yeyishni mana birinchi bo'lasiz. Siz boshlang aka. Siz boshlang, ko'rsatib bering, qo'lda qanday ishlaman. Qo'l bilan izohda yana gapirishadi. Jahon. Oshga deyman, lekin hozir bu oshni qo'l bilan yemasa hamma bo'lib qoladi aka. Amir aka oling. Xato bo'ladimi? Ha. Bobur aka, Anar Fresh degan naypni ishlab chiqaryapmiz. Bir ta'mini ko'rib olsangiz. Bizga. Keling qo'ydim. Osh bilan, Urgutda oshi bilan ketadi-yu. Anar Fresh doimo men bilan birga. Urgutda ham.
To'g'ri oldimmi? Ha. Qo'yla boshqa. Shu oshni yo'linglar tushsa, Urgutga kelib yeb ketinglar. Realni borib. Bu Samarqand oshiga o'xshamaydi ham, Yo'q, boshqacha. aka bizga boshqacha. Samarqandda aka zig'ir yog'da qilishadi, bu qo'y yog'da. Voy, вообще. Necha pul turadi boshqa porsiyasi bu yerda? Porsiyasi buni 50 ming, 40 ming shunaqa aka. Bir porsiyasi. Men shu o'zimman. Bu yoqda qancha? 3 porsiyami? 4 porsiya bo'lsa 200 ming so'm. Mana shu deyarli 1 kilo go'sht bilan 4 porsiya 200 ming ham shularga qotdi. Yap. Bir 10 ta odam yoriydi buni. Ha aka, ko'p. Buni real bomba. Bolalar. Mana legendarniy shashlik keldi do'stlar. Nima nomi shashlikmi Bobur aka? Aka buni hamma har xil nomlaydi. Bir xil mayda shashlik deydi, bir xil piyoz shashlik, Urgut piyoz shashligi deydi. Urgutda piyoz shashligi, mayda shashlik nomini qaranglar. Faqat bir turdami? Ha, Boshqachasi yo'q. Yo'q, bir xil aka. Qiyma. Ha, qiyma faqat. Bobur aka tushunishim bo'yicha shu. Bu legendarniy Shunaqa. piyoz shashlik ham. Shunaqa. Ta'mini olib ko'rdim do'stlar. Bir ajoyib ekan, kichkintoy piyoz bilan berilar ekan. Yoqdimi aka? Juda ham neobычно. Xuddi kotletdan shashlik qilishdi. Yo'q, boqqol ekan, kichkina bo'lsa ham boqqol ekan. Shunaqa aka. Gap yo'q. Aslida aka ozgina Urgut haqida gaplashsak, Urgutlik tadbirkorlar juda ham kuchli, harakatchan bo'ladi. Nima sababdan unaqa? Urgut sababi yoshlikdan bozorga chiqib ketishadi-da bizning yoshlar. O'zbekistonning eng katta bozorlaridan biri shu yerda. Aholi ham eng katta aholi 600 ming aholisi bor Urgutni. Navoiydan ko'p aholisi, Navoiy shahardan ko'p. Keyin bizda katta bozor bo'lardi oldin. Shu bozorga kurgla sutga savdo bo'lardi. O'sha yoshlikdan masalan men o'zim o'sha bozordan boshlangan. 16-17 yoshimdan bozorga boshlangan. Birinchi pullaringiz bozorda ishlangan. Bozorda ishlangan. Nima qilgansiz? Bozorda qilmagan ishimiz qolmagan. Kola ham sotganmiz, kiyim kechik ham sotganmiz, Pampilovkaga qatnaganmiz. Siz o'zingiz oddiy oiladansiz. Range Rover bo'lmagan. Yo'q, u paytda Range Rover nima? Bu paytda Jiguli bo'lardi, Kombi Moskvich bo'lardi. Ikkita mashina akamlarniki. O'shalarni bitta haydash uchun balonlarni yechib yuvardim tagi bilan. Shuncha mashinaga qiziqish kuchli edi. Bitta haydash uchun. Qatdan unaqa intilish mana ko'ryapman. Akangiz siz bilan sochrichilagan kompaniyada, lekin ishga umuman aralashmagan. Hamma ishni mana Asliddin ekan o'zlari olib boradilar, hamma protsessdan kursdalar. Shuncha narsaga erishganga qaramay ko'zingiz yonib turibdi. Ko'ryapman, potensial katta. Marosimda, mehmonda bo'ldi, mehr berib, stolni 3 etajli sinib ketayapti. Hamma dillarlarni tabriklab, sovg'alar berib, ko'nglini olib, eng zo'r ana Yulduz Usmonovani chaqirib dejurkaga u oddiy narsa emasdan. Mana mehr berilib qilayotganini ko'rib, qatdan unaqa intilish, nimaga unaqa? Nima maqsad? Maqsad yoshlikdan nima ishni boshlasam, hamma ishga mehr berib qilganman. Nima ishni boshlagan bo'lsa, hamma narsaga mehr bermasangiz, natija ololmaysiz. Maqsadni katta qo'yganman. Qiladigan ishimni yaxshi ko'rib qilganman. Bizda oldin rayonda sport tovar bo'lardi, sport magazin. Akam zavod ishlaydilar. Ana shu yerga 14 yoshimdan o'sha yerda savdoni boshlagan.
yordamchilik qiziqib kirib boraverganman. Prodaveslarga yordamchi turganman. Shu yerdan qiziqish bo'lgan menda. Birinchi qiziqishim shu yerdan bo'lgan. Ya'ni ishingizni yaxshi ko'rasiz, faqat pul deb ishlamaysiz. Shu ishingiz bilan yashaysiz deyarli desam bo'ladi. To'g'rimi? Hayot ish shu. Shunaqa. Zavod ish. Shunaqa. Ha. Oilaga vaqt yetadimi, vaqt ajratish? Oilaga ham oldin yetmasda hozir ajratamiz. Ha, hozir pul ko'paygandan keyin. Yo'q, pul ko'paygandan keyin emas. Ha. Oldin ko'p ish o'zimga edi. Ko'p ish o'zimga edi. Shu sistema qilib bo'lgandan keyin ancha bo'ldi. Hozir hamma yo'nalishda o'zining javobgarlari bor. O'zining javobgarlari bor. O'zingiz aralashib o'tirmaysiz xavotirlaringizdan. Yo'q. Endi yillik kontraktlar bor. Eksportga katta kontraktlar o'zim O'zingiz qaraysiz? O'zim qarayman. Ya'ni eksport bilan katta kontraktlarga siz qaraysiz. Ha, lekin gilamni dizayni, ranglarga hali ham o'zimni qiziqishim bor. Va aralashib turasiz. Buni har yil kuzataman, har yil boraman, ko'rgazmalarga qatnashaman, shu yangilikni ko'ray. Nima bo'lyapti, qanaqa rang trendda, ularni o'zim ko'rib kuzatib boraman. Lekin uni egasicha hech kim qila olmaydi. O'shanisi bor-da, nimaga mana ko'plar unaqa katta masshtabga o'ta olmaydi. Shunga xavotir oladi. Shuni qandoq yengib o'tdingiz? Men yengib o'tganim buni oldin zavod bittalik paytida, kichilgi paytiga o'zim boshqarganman. Kattalashgan sari, оборот ko'paygan sari qiynalishni boshladim. O'sha boshqarishga ko'zim yetmayapti. Keyin bizga eng yaxshi anovi turklar bo'lganda, turklardan o'rganganmiz ko'p narsani. Keyin ular bilan maslahatlashib, nima qilsa bo'ladi, avtomatlashtirmasak, ERP programmalar qurmasak bo'lmaydi. Birinchi turklarnikini olib qurdim, undan ancha natija oldik. Keyin qarasam, dunyoga topga kiradiganlar SAP bor, Adines bor. Keyin SAPni qurdim. SAPni qurgandan keyin ancha yengillashdi. SAPni qurgandan keyin har bitta yo'nalishda o'zining javobgari bo'ladi. O'shandan keyin ham ancha yengillashdi. Javobgarlikdan tashqari hammasi onlayn kursingiz bo'ladi. Nima qancha qancha ishlab chiqariladi, qancha sotiladi, qaysi pozitsiya yomon, to'g'rimi? Shunaqa. Necha yoshsiz? Prosta tushunish uchun. 48 yosh. 48 yoshi. 48 yosh. O'zingizga qarashni boshladingizmi? O'zingizni yaxshi ko'rishni boshladingizmi? Oldindan ham yaxshi ko'rardim. Ha? O'zingizni yaxshi ko'rishingiz muhimmi? Muhim. Sababi ko'p tadbirkorlar ko'raman, hammasi ishda sog'lig'ini, ko'ngilga hamma narsani. O'zingizni yaxshi ko'rmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sog'lig'iga qarab, ovqatga qarab yurish kerak. Shunaqa. Ishdan tashqari nima hobbilaringiz bor? Nima bilan o'zingizni band qilasiz? Endi meni chalg'itish uchun, dam olish uchun. Ishdan tashqari sayohat meniki. Ko'pincha sayohat bilan ozgina charchab, zerikdimmi, sayohat. Qayerga borishni yoqtirasiz? Hamma joyda sekin-sekin bitta ko'rib chiqaman, hamma joyda, lekin Yevropa yoqadi, Germaniyalar yoqadi. Oxirgi marta qayerda bo'ldingiz? Oxirgi marta Istanbulga edik. Umradan keyin Istanbulga ketdik. Ko'rgazma bor edi, Istanbulga edik. Hozir qarang, hammasi yaxshi-da. Yani biznesingiz qo'yilgan, deyarli sal xotirjamsiz. Lekin qanday qiyin paytlar bo'lganmi? Ha. Qaysi bu eslaydi, unda miyada qolganini? Va nimaga? Qolgani gilamga 2-3 marta krizis bo'lgan. Ya'ni bozor tushib ketgan. Bozor tushib ketgan. Umuman bitta o'sha paytda endi ko'p hammadan so'rayveramiz sababini uqtirish uchun. Bitta gilamga emas, hamma narsaga 2013-14 shunaqa qiyinchilik bo'ldi. Shu paytda 8 tami dazgohimiz bor edi, gilam. To'q stanoviy 8 dona edi. Shundan keyin dedim, gilamga investitsiya qilmayman dedim. O'sha paytda Boshqa narsa qilib boshladim. shunchalik qiynalgandim, qilmayman degandim. Keyin 2014 ga o'tib yana bozor ochildi. Undan keyin davr almashdi. Yangi prezidentimiz bo'ldilar. U kishiga qarab motivatsiya oldik-ku, bu yerda hozir ko'rgan zavodimizga ligotalar berdi. Bu yerdan qishloq, chekka qishloq edi bu yer. Hozir mana ko'zingiz bilan ko'rdingiz qancha o'zgarib ketgan. Buni hattoki 4 yil oldin bo'lganidan boshqa edi, hozir keldim, ancha qurilib, shunaqa hozir hamma joy qurilgan. E'tibor, muhtaram prezidentimizni ko'ryapsiz, Urgutga e'tiborlari katta. Urgut tadbirkorlarini juda ham yaxshi ko'radilar. Shundan keyin uchta. Shundan keyin bu zavodimizni, bu yangi zavodimizni qurdik, 3-zavodimizni qurdik. Ligotalar berildi, qaradik, yer bepul, kommunikatsiyalar eshigimiz tagigacha keldi. Kim ishlamaydi bunga keyin?
ishladik keyin. Mana bunaqa legenda borda, bir marta shu urgutlik tadbirkor bilan video olib qo'yganimda, bular biznesda pul ishlamaydi, bular o't o'stiradi degan gap qilishganda. Bu qanchalik rost? Bu qachondirlar bo'lgan, mana 90-yillargacha bo'lgan qaysi chekka qishloqlarimizga, mana Tojikiston bilan qo'shni qishloqlarga shunaqalar bo'lgan deylar, lekin Hozirgi kuncha. hozir o'sha paytga eng yaxshi uylar ham o'sha yerga qurilgan, o'sha qishloqqa. Hozir farzandlari, ayollari ham o'sha uylarni buzib, eshik derazalarigacha sotib, uyni buzib sotishda deyishadi. Nima sababdan? Shu o'sha narsaga bog'lanib qolgandan-da. Ha, urib ketgan do'z. No, hozir unaqa narsa deyapti. Yo'q. Men prosta o'zim shaxsan sezganim yo'q. Urgutni shu tortadigan narsasi bu oshi. Urgutga hamma tadbirkorlar yo'q. Urgut yoshligidan o'qishni bilmasa ham, lekin nimadir sotib ana kunini ko'radi. Bo'ldi, mayli, yana nasib qilsa Urgutga qaytib kelish. Tadbirkorlar ko'p do'z, katta. Juda Juda ko'p tanishtirdik kecha gap yo'q. Ko'paysa, rivojlansa. Yangi showroomimizga keldik. Tabriklayman. Kecha o'zi ochilishi bo'ldi. Shunaqa. Lokatsiyani tushuntirib ketsangiz. Lokatsiya Samarqandga kirish, Man zavodi bor. Man zavodi. Mostdan o'tgandan ikkita mostning o'rtasiga, Man zavodining ro'parasida. Eng qizig'i mana shu showroomning orqasida ishlab chiqarishingiz o'zi. Shu yer sizniki edi. Shu yerda mana shunaqa dahshat chiroyli qilib 2 etaj bu. Ha, bu 2 etaj. Birinchi etaji luxury bo'lgan bilan bir xil odamlar qimmat deb qo'rqishi mumkin-ku. Bu zavod narxi bo'lgani uchun o'rta sifatli pastdagi etajda ham bor. To есть hamyonbop pastda, Hamyonbop, a bu yerda premium birinchi etajda. Birinchi etaj premium. Eron soft, eng ust gilamlarimiz hammasidan bor. Shu Eron, gap yo'q. Qarang buni. Gap yo'q. Necha pul turadi bitta mana bunaqasi mana shu? Taxminan. Aniq 4 ga 6 bo'lsa 20, deta 6-7 million so'mlar bo'lsa kerak. 6-7 million so'm. Ha, bu Eron soft. Buni kvadrati 45-50 dollarlargacha boshqa magazinlarga Eronniki. Hozir buni etiketkasi bo'lmasa Eron desangiz, bu ham 15-16 millionga ketadi. Даже voqea ham aytib berdingiz. Yakka etiketkasini olib turib, Eronni yopishtirib, 4 barobar qimmatroq. Ha, bizning o'zimizning gilamni где-то 100-120 ming so'mlik gilamimizda bir kun uy ko'rib yurganga, Toshkentga makler bilan birga 70 dollardan olgan ekan bizning o'zimizning gilamiz. O'zingizda necha pul? 120 ming so'm edi kvadrat metri. Men endi zavodni narxi edi. Qaradim etiketka yo'q. Turetskiy gilam deb 70 dollardan sotgan ekan. Men o'zim bitta ko'rgandan gilamni tanidim. Keyin dizaynerlarga yuborib, o'sha o'zimnikligini aniqlashtirdim. U maklerga ham ko'rsatib berdim, agar makler ko'rib qolsa biladi buni. Ya'ni yakka gilamlari shunchalik sifatli, Eron turk bilan bundoq qo'yib etiketkasini olib tashlasa birga bir bo'ladi. Samleniya bo'lmaydi. Farqini topolmaysiz. Gap yo'q. Showroomni biz qilganmiz buni. Biz almashtirganimizga o'zimiz olib kelgan klient bu Eron, bu anu deb adashtirgan. O'zi olib kelgan odam. Siznikini? Ha. Bizga namunaga olib kelgan odam, ishlab chiqardik, qo'ydik, ochdik. Va bu yerga turganimizda ko'ryapti, 2 metrdan ko'ryapti. O'zi adashtirib qo'ydi. No, bu premium 6-7 million. Pastda hamyonbopi undan ham arzon. Har xil bor. Bu yerga kvadrat metri 50 ming so'mdan boshlab 300 minggacha gilam bor. Eng qizig'i zakazga ham kelib shu yerda zakaz qilib ketsa bo'ladi. Bemalol zakazlarga. Nimaga unaqa katta showroom qurdingiz? Ana eski showroomingizni ko'rdim. Necha yil oldin qurgansiz uni? Unga ham bir 7-8 yil bo'lib qoldi. Tarixi odamlar shu ishlab chiqarishi shu yerda orqada bo'lgani uchun kelishardi, donalab sotib olaylik deb kelishardi, sotardinglar. Keyin showroom deb qurib yordingiz. Ha, ko'p kishi zavodga to'g'ri kelaverdi. Qaradimki, bu kundan kunga so'rab keladigan ko'payapti. Keyin bitta kichkina showroom ochdik. Natija bo'lgandan keyin, Lekin ham aytayotdilar, aslida o'zim ishonmasdim bu yerga gilam olishiga. Hozir bu vasha zo'r tochka bo'lib qoldi deyaptilar.
Endi Xullas, shahar ham kengayib endi sentrlashyapti-da. hech pul tikib yubordik shu yerda remontiga, umuman qurilishiga, binoni kichkina emas. Remontiga ham ketgan, yaxshigina pul ketgan. Da? Millionga yaqin bo'lgan bo'lishi kerak. Millionga yaqin. Ha, millionga yaqin. Millionga yaqin. Ha. Bitta bu emas, yondagi ikkita mashina magazini ham bor. Bular ham Ha, sizniki pastda arendaga ham. topshirib Ha, yuborgansiz. arendaga. Eng qizig'i mana Urgutda legendarniy osh qiladigan joyi, bular ham ularning zdaniyalari ekan, arendaga topshirib qo'ygan ekanlar. Xo'sh. Ha, bilasizlar endi kimiki nima. Xullas shu. Bu hammasi shu Eron Soft-a. Shunaqa, O'sha 3 million dollarlik stanokda ishlab chiqarilgan. xuddi shunday. Ketdi aylanib Ranglarni chiqadi. qarang, tiniqligini qarang, ko'zni charchatmaydi. Juda boshqacha. Yo'q, mana bu Ko'rinishlari gilamlar juda ham приятный. Bitta qo'l ushlagan odam hamma farqiga boradi. Bitta shuni ushlab ko'rganda farqiga boradi. Xo'p, necha kvadrat bo'ldi? 2100 dedingizmi? 2100 kvadrat. Pastga tushamiz, pastga Aha. ko'rsatamiz. Toshkentda ham showroomingiz bor. Aha. Yana nechta viloyatda showroom bor? Toshkentda bizaniki ikkita, Vodiyda bir 15 tacha bor. Oho. Vodiyda 15 tacha bor. Qolgan hamma viloyatlarga bittadan bor. Jillarmi yo o'zizkimi? Dillarniki ham bor, Toshkentdagilar o'zimizniki ham bor. Eng qizig'i do'stlar, liftga bitta baho berib yuboraylik izohda. Qattiq umrimda ham ko'rmaganman bunaqa gilamli lift. Sizni ideyangizmi bu? Shunaqa. Liftda ham gilamli qilgan. Mana past kavralar. Вот milliy lift olib qo'ygan. No lift mayli, hozir mana buni ko'rsanglar va shok bo'lasizlar. Qaranglar. Gilamda Kia Carnival. Kia Carnival. Qayerdan ideyasi keldi buni? Ideyasi bolalardan kelgan, bu o'g'lim Aha. qildirgan buni. Boburdan, a? Boburdan kelgan. Bobur qilgan buni. Gap yo'q, emotsiya beryapti, unaqasini ko'rmaganman. Gap bu mashinada emas, просто bu ham marketingga xodda mana. Bir oy Toshkent City'larga aylandi bu mashina. Ha. Yo, misol uchun mehmon keladi-da, bundan ko'zi tushadi-da. Приятно-da, shunchalik mehr berib yosh ko'rishar ekan ishini deydi. Hattoki nomerlariga ham baho berib yuboringlar, yek deb yozilgan. Eng qimmat gilam siz tarixingizda necha pulga tushgan qilib berganingiz? Eng qimmat gilam 30 necha millionga bir space gilam yasab bergandik. 33 mi 36 millionmi shunaqa bo'lardi. Kvadratmi? Yo'q, общий gilam. zakaz. Tushundim. Nimani hisobiga qimmat bo'lgan? Uni ipligi boshqa narsa edi, dizaynlari, keyin razmerlari. Nimadan qilinganiga qaraydi ko'proq. Ha. Keyin shu savolim bor edi. Yaxshi gilam bilan yomon gilamni qanday farq qilsa bo'ladi? Prosta mijoz sifatida tushuntirib bering. Yaxshi gilam bilan yomon gilamni hozir gilamlarni anonsi ko'payib ketgan. To'qima gilam emas, orqasi rezin. Oldi adyolli materialidan, orqasi rezin bo'ladi. Rezinka. Rezinka bo'ladi. Orqasi mana to'qima yo'q. Mana bunaqa adyolli materialni rezinkaga yopishtirgan bo'ladi. U eng arzonchi gilam. U gilam emas u. U lekin ko'p mijozlar farqiga bormaydi. Mana farqiga bormaydi. Dizayn gilam. Lekin u gilam emas. Gilamning to'qimasiga qaraysiz, to'qimasini zichligida. Mana to'qimasini zichligida. Mana mana shu to'qimasiga. Mana shu to'qimani zichlisiga, keyin uje ipligini ushlab ko'rgandan farqiga borasiz. Mana bu gilam bilan mana buni ushlab ko'ring. Уже narxini solishtiraverasiz shundan keyin. Endi buni ko'ring. Ancha o'rganib qoldingiz, a? Ha, gilam cho'kib ketaman. Bu mebel prosta showroom uchun qo'yib qo'ygansiz. Mebel sotmaysizlar. Mebelni showroomga qo'yganmiz, lekin buni ham sotishni boshlaymiz. Uje gilamga qiziqqan odamlar mebel ham so'rab kelyapti. Qo'shimcha sotuv qo'shmoqchisiz. Qo'shimcha. Chunki uyga kelin keltiradiganlar, qiz beradiganlar gilam bilan mebel bo'lsa deb ko'pchilik so'raganga mebel ham. Balki yangi biznes yo'nalishi olib ketadi. Ishlab chiqarmoqchimiz yo tayyor? Yo'q, hozir tayyor. Hamma narsani o'zini odami qilgani yaxshi. Yiliga qanaqa ob'yomda ishlab chiqariladi deysiz, gilamlar? Yiliga 6 million. 6 million kvadrat metr. 2 milliondan ortiq tafting chiqariladi. Boya ko'rsatgandan taftingdan. Общий 8 million. 8 milliondan ziyod. Gilamning o'zi 6 million. Bundan tashqari 10 ming ton iplik ham chiqaramiz. 6 ming, 7 ming tonini yillik o'zimizga ketsa, 3-4 mingini sotamiz. Eksportga. Eksportga ham sotamiz, ichki bozorga ham sotamiz. 30%midi Ha, eksportida? 30%. Qaysi davlatlarga asosan? 30dan ziyod. Ozarbayjon bor, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iz, Amerika bor buning ichiga, Yaponiya bor. Hozir yangi kontraktimiz Kuvaytga to'qiyapti hozir. Oho. O'sha kelasi haftaga Kuvaytga katta kontrakt bo'ldi.
Uni boshlaymiz. Afg'onistonda bo'lgan edimda, shu Qobulda o'zbek, afg'onistonlik tadbirkor bilan tanishdim, gilam sotar ekan. Qo'lda tikilgan gilam. Ha, uruchnoy gilam. Showroomga kiryapmiz. Mana bu gilam yoqib qoldi endi menga. Necha pul ekan desam, $6000 desa bo'ladimi? Kichkina. Afg'onistonda biza. Kichkina. Ha. Ha. To'g'ri. Olishadimi deyapman. Voy deyapti, men Uni- eksport qilaman. Dubay, O'zbekistonda ham showroom bor. Shunaqa. Qo'lda Uni- tikilgan gilamlar. Uruchnoy Uni qo'lga shug'ullanmaysizmi? yo'q, uni temasi boshqa. Boshqa U umuman yo'nalish. bitta gilamga hatto 2 yil ketgan anular bor. 2 yilgacha to'qiydi. 2 ga 3, oddiy 2 ga 3 ni. Keyin uni iplari ham hammasi sholk, ranglari natural. Qiyin tema u lekin. Qimmat lekin boshqa qiyin. yo'nalish, vroде бы gilam Boshqa, gilam. boshqa. Ha, gilam boshqa. Lekin u to'g'ri, u qimmat. Arzoni 2000 dan boshlanadi u ruchnoy gilamlarni, sholkni. Shunaqa savolim, gilam mana krizisga uchradi dedingiz-ku. Talab tushib ketishidan qo'rqmaysizmi? Qo'rqadi odam talab Ha? tushib ketishdan-da. Yo'qmi, endi men misol uchun yangi qayta dizaynlarda kamroq ishlashyapti gilamlarni. Shu uchun biz faqat zakaz kelganini to'qiymiz. Skladga ishlamaymiz. Katalog ham zamon bo'yicha. Ha, katalog Talablar va bo'yicha. katalog har 3-4 oyga ranglarni almashtirmasangiz, dizaynni qilmasangiz, o'zi bozordan chiqib ketib qolasiz. Mahalliy bozordan shu viloyatlarimizdan eng ko'p sizlardan gilam oladigan viloyatlar chempionlar. Vodiy. 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 To'y, Ha, shunaqa vodiy. Aholi ham ko'p. ko'chish, xonadon, yangi gap yo'q. Do'stlar, mana yek gilamlari shu ikkinchi zavodimiz Talovesida ujin qilyapmiz sizdan aka bilan. Azizdan aka, oxirgi savol. Dilerlar viloyatlardan yoki chet el davlatdan eksport qilaman deganlar yoki optim katta miqdorda gilam olaman deganlarga nomer qoldirsak bo'ladimi? Bog'lanaman deganlarga. Bo'ladi. Bo'lmasa menga keyin chiqishadi, nomerni bering, qanday bog'lanaman deb. Mana shu nomerni qoldiramiz. Katta ob'yom bo'yicha, eksport bo'yicha shaxsan o'zingiz переговор olib borasiz. O'zim gaplashaman, shaxsan o'zim gaplashaman. Murojaat qilinglar. Yoqimli ishtaha. Shunaqa issiq kutib olganingiz uchun rahmat. Sizlarga rahmat kelganlaring uchun. Bo'ldi. Marhamat. Rahmat. Do'stlar, bizning ofislar bo'yicha sayohat rubrikamiz bor. Shuni olib ketmasdan tinchimadim. Kabinetingizni ko'rsatim, sababi katta tadbirkorlar juda ham qiziq. Qanaqa mana shaxsiy kabinetlari. Oddiy kabinet. Ne? Oddiy. Yap, yo'q. Marhamat. Chiroyli qilib qo'yibsan, akkuratni. Bundoq aylanaylik, nima bor? Mayli. Просто qizuvda endi. Oho, ko'zimga birinchi tushgan narsalar gel ekran ham bor ekan. Xitoylardan sovg'alar. Ko'pi sovg'alarmi deyman, medallar ham bor ekan. Medallar ko'p, medallar bir 5-6 ta bor. Karimki ham bor. Birinchi prezident payti ham medal olgansiz. Nimaga? Mehr saxovat. Bu mehr saxovat, bu hozirgi Xalq tadbirkormi, ko'krak nishonimi, birinchi prezidentimizda ham bor. Zo'r. Farzandlar, yaqinlar, sovg'alar. Keyin oldingi borgan joyimdan sayohatdan bitta narsa olib qo'yardim. Hobbi dedingiz-ku mana sayohat. Shu o'shani mana yig'ib yuribsizmi? Ozarbayjon bor, Amerika bo'pti, Abu Dabi bo'pti. Abu Dabi, Dubay, Ispaniya. Oo, Liraga ham boribsizmi? Yo'q, u sovg'a. Ha, sovg'a. Sovg'a. Parij. Parijlarniki bor, keyin Xitoydan o'rgandim. Yana uyga ham ko'p. Mana bu. Jiguli ham bor ekan. Ko'k Jiguli. Ha? Ko'k Jiguli ham qizig'i. Rolls Royce ham bor ekan endi. Mana bular endi ushalibdi, bucha. Nasib, bu ham. Niyat bormi? Ha. Gap yo'q. Shunchasi bo'lgan, bu ham bo'ladi. Hadyalar, sovg'alar. Bu nima? Tasbih. Ha. Ismimga yozib kelgan. Partnyorlarimni. Mana buni ham Istanbulga o'rtog'im. Toshdan qilib bergan. Ha, toshdan qilib bergan. Buni Tailanddan olgandirsiz. Buni Maytayga sponsorladik 2-3 yil. O'shalar bergandi buni. Maytay. Maytayga sponsorlikdan bergan. Mana buni qaraylik do'stlar, kaltigani ham bor ekan. Mercedes. Sovg'a bu ham. BMW ham ajoyib chiqdi. Ferrari. Audi. Bundoq qo'yib qo'ysangiz real deb o'ylaysiz. Katta rahmat, loyihamiz o'z nihosiga ketyapti. Sog' bo'linglar. Mendan savol, sizdan sovg'a. Bizda shunaqa rubrikamiz bor. Nima sovg'a qilsak bo'ladi? Sovg'a ikkita kvartirani, ikkita uyni 100 kvadratgacha bo'lgan premium Eron Soft gilamizdan to'ldirib. Eng qimmat gilamimiz bilan. Eng qimmat gilam. Gap yo'q. Endi berganga yarasha eng yaxshisini berish kerak. Gap yo'q. Keyin bitta 17 Pro 17 Pro iPhone. 3 ta joy. 3 ta. Do'stlar, dahshat tanlov. Mendan savol.
Azdin aka bilan tanishdik. 2026-yilda ko'rdinglar, 3 ta zavod 50 million dollar оборот, 6 million kvadrat gram tikiladi va 1000 dan ortiq insonlar shu Azdin aka kompaniyalarida ishlaydilar. 2030-yilda qanaqa deb ko'rasizlar Azdin akani? Nechta zavod, qanaqa оборот, nechta odam ishlaydi, qanaqa yana biznes yo'nalishlarini yo'lga qo'yadilar? Eng qiziq, eng pozitiv 3 ta javobga Azdin aka o'zlari tanlab shu sovg'alarni beradi. To'g'rimi? Shu loyiha chiqqandan keyin, bir oy o'tgandan keyin. Bo'ladimi? Azdin aka katta rahmat. O'zim uchun yangi Samarqandlik millioner ochdim. Haqiqatan ham bekordan bekorga kelgan joyingizga kelib qolmabsiz. Bir xil odamlar nima ko'proq pul ishlaydi, omadi kelib qolganmi faqat desa, meni fikrim bo'yicha o'ziga katta mas'uliyat, javobgarlik, risk olgani uchun ham pul ishlaydi. Undan tashqari ko'rib turibman, kelgan pulni misol uchun faqat o'zingizga emas, balki kompaniyani rivojlanishiga, marosimlarga motivatsiya berishga, xodimlarga sovg'alarga, yangi zavodlar, yangi yo'nalishlarga tikyapsiz. O'shaning uchun ham kompaniya shunaqa o'sib kelyapti. Shunaqa kompaniya bo'lsinki, tarixda qoladigan, Rahmat. kelajagi katta bo'lsin. Rahmat do'stlar. Samarqandliklardan отдельный like, izohda qo'llab-quvvatlanglar, fikringizni qoldiringlar bu loyiha bo'yicha va kimlar yana shunaqa loyihani olaylik, izohda yozib olinglar. Mana shunaqa gaplar. Ko'rishguncha, urgutli, katta mana biznesmen.